Organizmni qarishi va umuman qaridek o'zini tutishiga asab juda ham kuchli asab sabab bo'ladi. Shu asabni semizligimdan degan to'g'ri, semizlikning ham ta'siri bor, gormonlar tomonlama, lekin gormonlar shoxi bu qalqonsimon bez. Bitta ayol kelyapti, ko'ryapmiz, umumiy shikoyati o'z aslida shu qalqonsimon bezga tortyapti. Ko'ryapmiz qalqonsimon bezlarida vahimali emas, 5-6 millimetrlar atrofidagi kistalar mavjud. Endi u kistalar o'z aslida ham o'zi paydo bo'lmaydi. Lekin ko'rdik, hozir mana gormonlar, qaysi gormonlarga analiz topshirishini yozib berdik. Borishadi, analiz topshirib, davolanishni boshlashadi. Xudo xohlasa muammo tugaydi. Qalqonsimon bezni qachonki ishib ketganda yoki og'riq bo'lganda o'ziga tushmang, tekshirtirmang, oldinroq harakatini qiling. Keling kerak o'zi chegirma qilib beraylik, ko'raylik. Shu bo'yicha o'zi ko'chaga chiqib ham to'g'ri kelgan odam qalqonsimon bezini ko'rib, videolar qilmoqchiman, faqat unga vaqt bo'lmayapti. Xullas, sog'liq o'zlaring qo'llaringda. Sog' salomat bo'ling.